Ramazan yazmaları 6. bab Rozanın küçü 5. bölüm Vahbi medeniyeti. Bu Ramazan iftar vaqtida vatan ko'chasidan o'tdingizmi? Agar u yerda bo'lgan bo'lsangiz, sizmi menga o'xshash, sizni so'yindirdigan, asli xizmat degan mana degidak bir ishni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ақ күн mehmonxonasining oldiga kelganingizda aldirmay ilgirlayotgan qatnash qistangchiligida ratlik kiyingan yuz ko'zlari pokiz 5-10 yoshning ustida aqaba vahbi xayrlik iftar tilaydi deb yozilgan alayda hozirlangan kichik xaltalardagi iftorliklarni mashinadagilarga tarqatayotganini ko'rsiz. Bu xaltalarning ichida yana kichik xaltalar bor bo'lib, ichida ayrim holda o'ralgan po'g'acha, ya'ni bolk turi, bir necha tal xurmo va ichimlik bor. İftar vaqtida İstanbulning qatnash qistangchiligida qolgan biri uchun bu so'g'ning qanday ahamiyatli ekanligini faqat har kuni shu avorchilikni beshdan o'tkazgan kishi biladi. Aqab, ya'ni Aqaba madaniyat va ma'rif vahbi har kuni 500 kishining qo'liga bu so'g'ini yetkazib Vahba bu shaklda butun Ramazon oyida 15 ming kishiga bu so'g'ini yetkazishni planlabdi. Buningga o'xshash xolis ishlarning umumlashishini va vahbilar o'zlarining asli xizmati bo'lgan ishlarga tutish qilishni arzu qilaman. Islom tarixida faqat yo'lovchilar uchun qurilgan, hatto faqat boshlang'ich maktab o'quvchilarining yanchuqlariga qurilgan purchoq selib qo'yish uchun purchoq vahbi qurilgan ekan. Qiziqarli bo'g'ini bu ishlar bu nuqtada to'xtab qolmay, shundoq kengayib ketgan bo'lib, faqat yo'lovchilar bilan cheklanib qolmay, ko'chman qushlar uchunmi vahbilar qurilgan, yer va maydonlar yasalgan. İslam madaniyati amaliyotda bu alayliklari va go'zalliklari bilan vahbi madaniyati orqali kunimizga yetib kelgan ekan. Kunimiz islom vahbichiligi o'tmishdan bak oz o'rnak oldi. Ba'zida vahbilar asli vazifasidan yiroqlashib ketgan bo'lib, vahbi bo'lmay bir partiya, shirkatlar guruhi egaligiga aylanib qoladi. Halbuki vahba bir narsaning Allah yo'lda hech qanday manfaat ko'zlamagan holda xizmatga otilishi bo'lib, vahbining va vahbi bo'la olishining asosli sharti bu niyatdan iborat. Bu maqsadda Allah yo'lda xalq xizmat qilganlar, insonlarning qalbini utgan, inson baxtining yana bir ismi bo'lgan islomni insonlarni islomga ulashtirgan. Bu turdagi samimiy niyat bilan insonlarga vahbi qilingan shaylar ichida eng qimmatli bo'g'ini vahbi odami tarbiyalab chiqish. Eng qimmatli vahbi odamlar bo'lib, ular mollarini emas, butun hayotini Allohga vahbi, ya'ni ataydi, qiladi va insonlarning baxt soqisiga o'xshash ko'ngildan ko'ngilga baxt saodat to'shiydiganlardir. Hadiya buyumlar tarqatilgan yerlarda ularni ko'rgil bo'lmaydi. Bu kishilar xizmat deganda oldiga chiqib, nehmat zamonlarda orqada turdi. Bular to'liq ma'nodagi ishlab chiqaruvchilar bo'lib, bu ham sifatlik, ham mo'l miqdordagi ijtimoiy qimmat yaratish harakatidir. Mana bularning sababi bilan islom dini asrga ilingan g'ayri musulmon Tariq Ziyod, Abdulla Ilbatal qatorliqlarning pushtidan qanchilgan fatih qilg'uvchilarni,
İmam Əbu Hənəfəyə oxşaş özüge qarşı jang qılğanlarning pushtidan diniy olimlarni yetishtiralgan. Hazreti Maryam bir vahbi edi. Anısı xonni bo'lsa vahbi qilg'uchi. Hazreti Aysa bo'lsa bu vahbining bir mahsuli. Hazreti Zakariya bo'lsa mana bu eng go'zal bog'ning bog'vani edi. O halda aqli joyida bo'lgan har insonning vazifasi yoki xonadak vahbi qilg'uchilardan bo'lish yoki Maryamdak vahbi bo'lish va yoki Zakariyadak bog'vanlardan bo'lish. Bulardan hech biriga tava bo'lmaganlarga bangvash ballardak bog'dagi mevelik daraxtga tosh etish qilib qoladi xolos.